Şatlık minotları. Bağımsızlar dostlarımız. Qandarak tudunglar, mijozinglar yaxshimi? Ondan sonra sizlarga salamlarimiz qabul qilinglar. Şatlık sorun tuzduq, biz hamma kulsin, shatlansin. Chaqchaqchilar, kelinglar. Umidimiz saqlansin. Voy, rastaydi. Unda bo'lsa, barcha ishni qo'yinglar, qani do'stlar, kelinglar. Mushu shatliq minutda qong'ucha bir kulinglar. Kulinglar, mushunday kulinglar. Kulinglar. Kulib o'tganga nim yetadi. Shatliq minutlari. Başlandı mana. Yaş balla var mı? Ohoy. Yaşanganlar var mı? Balla var mı? Oy. Çok kişik, hayır yaş, ayal, emmingla tayamı. Hoş aziz dostlar, ayetki boğan kızgın muhabbet emmimizge yer bolsun, hoşal külküle emmimizge kucak açsın. Riyasetçi dostlarla Adılcan Ablumet'ten ot kısıla. Qarşalımız Adılcan Ablumet. Oy, rahmet. Ay mana shatliq minutlarimizga jar bo'lib kelayotgan qadrli do'stlar. Har vaqt ko'ngilli damlardan dilla suyunib tursin. Kulkilarimiz mangu to'xtab qolmasin. Men Zehra Kerem xonim qarshalimiz. Ay rahmat, onliqda rahmat. Sizlarni qizg'in qarshalimiz. Hoş hayat tolumu güzel dostlar. Odamda saq alaydısınız. Qanday qilamiz Adiljon? Her bir qadımınızı merdan taşlang. Taşıldım. Ümit kutulgan közleringizni atrapga taşlang. Mana taşıldım. Buyu nima degan güzel. Qandarak ki? Rostbek güzel ko'rinib ketadi. Albatta, shundoq bo'ladi. Ko'ngilsizliklarni kayningizga mardonlik bilan tashlang. Cho'r bil tashlabdim avay. Ishsin. Ondan meni saqlab nemish qildi yanni ep qo'yib, Bosh barmoqda qizib olgansizmi? Undan so'ngi anglushlar mana dapa qaysizlarmi? Qig'idek shu qilib beqinglar, ha? Qazanay deysiniz. Har bir ishingizni qizg'inlik bilan boshlang. Uyyo, rostmi? Har vaqt jo'shqinlik izlab ko'nglingizga xushalik boshlang. Mana bizdek. To'g'ri. Buning uchun anglovchilar u yerga qaramanglar. Buningga talmirmanglar. Faqat 107.4 ga to'g'rilab, shatliq minutlari programmasida anglashni boshlang. Voy, men tatliq gaplarning tezligi. Mana 3 boshlashni amalga oshirib, shatliq minutlari programmamizda har bir minut sekund vaqtimizni nayta ko'ngillik damlarga to'yindiraylikmi anglovchilar? Albatta. Unda bo'lsa anglovchilar bilan yuz ko'rishish so'g'ilarini boshlab ketdik. Unda bo'lsa anglovchilar bilan yuz ko'rish so'g'isi boshlandi. So'g'a tayyor bo'linglar, gulishga. So'g'ini oladiganqa anglovchilar bormi? Shuning bilan bir kuni Tursun To'paqning ayoli qo'shab ketibdi-ku. Bugun havo yaxshi, xilis qilib. Nimdaq bu qiyinma ustaldik narsalar, ha? Qonashlar. Xotirjam bir narsani qo'yg'il bo'lmamdan ma uyga. Nim narsa degani? Sangza, quymoq, baqqali, qat, meg'iz to'r, hech qaysi yo'q-a? Bal prandikdan 4 tonna tizib qo'ygan, umi ko'rinmaydi. Nim deydi debdi buna. Tizib qo'yganim mening pexayna. Voy, boshqa ketmidi bu? Na ketdi unda bo'lsa yo'q-ku. Mana qasaqda. Vay. Qo'ymas. Ha? To'ydim, jiqyaptimi ta 4 tal pranik, songzang, quymoq, qat, baqqali. Bir narsani yevasdi. Voy, oz yegan bo'lmaydi albatta. To'ymas demamsiz. Voy, balo qo'saqmisiz? Endi men deb qo'yay sizga 180 kilo bo'lib ketganingiz sizningki, ha? Voy. Va qo'ying-a sizni. Qachonlik qarz o'riqlayman degan. Mush o'riqlayman deydigan odam mushundami ham-da, ha? Ma gapni angla. Tishini yurkidan o'riqlash niyati borda, men jo'zni ustiga tizib qo'ygan bir jo'z narsani hamma yapulamda. Voy, sen qo'shiq kelsa, bu qo'shiq qamroq odamning oldiga shunda berjat qilib tizib yasam. Voy, men sizni yesun deb tizib qo'ydim-mi uni? Voy, menda tugul chivinmaydi, uni. Menga adam, yeyman uni qo'shiq. Voy, yesingizmi mayli, menda bir oz yemamsiz bu o'riqlayman deyotgan bu ekan albatta. Yaplayday dedim, bu ko'zim ko'msin deb. Qara. Men qayta o'ylandim, qara. Ha? Uruqlaymi deganim rasmidan, haligi, vadam ras. Ammo shu ma badanga mayjig'ilib qolsa, qara. Nima? Shu cheniqib yo'qotqili bo'ladi. Biroq men uydagi taltiq turim pishiriqlarni vaqt o'tib ketsa, yigilib bulamda mamamda. Yigil olmaydi. Shunga vaqtni yetmasam, baliqini. Sen u yangzig'i tizib, o'zirilib o'tag'im bilan vaqtida bitdaning. Qachonliqas bir tishlam yemaydi ekansiz, uruqlaymi deb. Qarz tomning tuydi, tug'an peshingni qushqa cho'gilab pinshi.
Bunu tuzib qo'yib chiroyli olsun deb tuzib qo'yganing bilan yemasak u ko'kirib zoya bo'lmamdi. Zoya bo'lmamdi, vaqt o'tib ketmam deb. Bu semiz to'paqning boğanısı qo'zadi, bu tugab baqqan emas bu. Nim deding? Ha? Nim deding? Shuni dedim. To'paq deydi-ma. Bunga diqqat qiling ha. Ne bilan masa shu. Budiki ham diqqat qil, undan net tuzib qo'ymag'in. Tuzib qo'ysang, yigimga kutib yapmaydim shu. Tursun to'paqning qorni. O'ruqlayman, nada ish qilib o'ruqlayman deganlar mushta jiq yavaldi-chu. Hoşdağlık soğularımızdan sonumuz. Bir boy vakende. Şuradan olan bir 80'de aşkına kirip 25 somluk alaydı güyrülük menden birini buyurup da. Talep deganini qo'yib. Şonlar mulozim tamoq yeb chiqqandan keyin boy taksi qarab qo'yib, mulozim qiziq dedik. Qani unda siz tatilmay ilayversajmi bu? Qani asla quyruqlar mana. Ochiq suyingiz babu. Baba. Lazzat chiqsamisi bamishada. Qani. Tatilmay. Abo. Qulam degaymi, qulamda? Voy. Yo'q. Bu cho'ki yo'q endi, meni bevosita demaymi odamni. Mana bu, mana shu bu. Bir tetib oqayım o'xshaydigan. Oy, xon qizim. Yaqinroq kelding-a. Nim gap bu? Xafa bo'lmay, derizangni bir yeb betinglar berib. Voy. Tekkidib menga bulunga, ishtiq bulunga. Bu mushunda issiqda to'ngladingizmi? Oy, ya xon qizim to'nglimidom. To'nglimsiz neymiş gibi derizim yepetimiz bikadim bika. Şunda payzi şamal kırvatkan tursa. Ya o naqshu shamalning gibi bo'lmamdi qizim. Hamda atiyozning shamali, kuchlik shamal chiqib qoladi. Mallar menning gücünü shamal ushirib ketamiki deb ajrab ketdi. Şu uçup ketgidek bo'ptimi? Manda u uçup ketgan bo'lsa, unda bo'lsa biz bu shu kelgan xaridorlarga shunda amal ko'rsamiz. Allah çöp bilan manda üstünü yepib turib, çöpni olsangiz shunda solsiz g'ijjida qisib yepni seviling. Ma'qul. Ashta xiyana. Biz motoribdan tushsizni ko'g'ildigan dibanda qilib go'shtni. Voy buva. 25 qo'yg'i tashlab yeyman men bunda. Biz sizni o'ylashib qildik. Baku qiyin bo'lib kelsiz. Siz bu qacha uni yeb bo'g'ichi japotati bu tishlaringizning orasiga kirib qiynliksiz yashnab qolganda. Ya. Mushundaq vaqtinglarda sizlar uchun yana bir yumurni aytmay turolmaymiz. Voy, to'g'lanmaydi. Endi abalni chaqiring, abal kirsin. Ashimgilda kirgizib tanash balni. Matlijo, chesa. Chesin. Kira, matli. Nim bo'ldi, meni saqlatib, nim bo'ldi, sizlarga endi to'g'lamsizlar meni. Ish qilib yaqinning yaqi siz bak terikka bo'lib ketyapsizmi? Matli bunda qilma salomatlik. Zökrada gaqsam o'ylab ketdi. Siz unda deganingiz bilan men Odiljon degan bir yana shu Odiljon. Men nima qildim? Sen nima qildim? Matlijon. Sizga nima qildim men? Nima qildim? Shuni chiroyli qaqvatdi sizning jon deb jon kirgizib sizga. Matlijon demayman, matli danga bi matli. Jini bilan bunda bir jonliq to'sin deb dedi. Matli. Ha, bu xafa o'tiring. Bak, jiqqa qilib bir yumor so'zligicha ish qilib vat. Voy, uxmayma, qorong, Zökrada mush Odiljon degan mush balni ko'rsam ichim pushib qoladi mening. Neymiş qilgan bu qo'ydi? Kuzamga oshib. Men faqat kalamda o'tmadi bu. Onda xo'rlama meni matli. Menimda ittifoq yaxshi qilinglar bu ishlarni. Shundaymi bu? Sen akshi, men akshi. Inoq o'tdi, unda qilmay. Ya neymiş oldu meni qishqirib, neymiş oldu danglar. Vay, qishqirib neymishimiz oldu, gaqlamayadi o'tirib, beka kirmasi. O'tgan bir kitobxonaga kirib ekansiz-ku. Aş kitapxonda nimalarni deyishdinglar? Kitob sotadigan ayol bilan siz nim kitob aql kirgandingiz, shuni bir deb beramiz o'quvchilarga. Endi qishnimi o'zingizda deyman sizga so'zlab beraymi? Men uchra qolgan sizga. Aldingiz qarab o'tiravering, Odiljon degan. Odiljon buni qarmidi. Men qarmidim. Rasmiyki bu Odiljon jinvosh qilib matlininki. Qorong Zökrada osh kuni bor-ku, qorong. Mush to'ydan keyingi baxtli turmush degan mazmundagi kitoblar bormi deb so'ragan men uningdan. Shuningda
Xalas ikimiz bir kepaqamdiq. Kapaqlı aş şokansiz bo'lib beramsiz. Ma'qul. Chunki aşı naq maydonda men batime ko'ra qolgan. Shuninglar anglag'ishlar anglamadim demanglar. Matli bir kuni kitobxonaga kirdi. Kirdim hamsa? Ha, kirdi shuninglar. To'xtang. Men rejissyorlik qilaman. Hamma siz. Ha, ishkal tayyor. Hey, bir rejissyorlik qilmidek bu riyosatchiligingni qilaver. Yo'q, men bu ishkangni kelgandikka bunda boshlab birmanda peshini. Bayon qildirgan ishsiz aralashmang, mashi Adiljon bayon qildi. Adiljon. Matli shuninglar kitobxonaga kirib mas'ul xodimdan so'raydi-ki, 1 2 3 action. Action. Ada. Ha? Yaxshimsiz ada? Yaxshi. Qanday Yaxshi kitob olamsiz. Men salomat edim, rahmat. Mijozingiz yaxshi. Rahmat. Bu nima degan salom soati joyida bir ajab adab axloqliq bir bola bu. Qanday kitob kerak? Shu to'ydan keyingi baxtli turmush degan mazmunda kitob bormi? To'ydan keyingi baxtli turmush. Bundaq fantaziyali kitoblar 3-rat. Ustida, eng ustida aşağı qaragan. Yadma. Bugün yetmaydi-ku. İlganda dastlab chiqib. Bo'ldi emsalik ayollar o'tirisiga munosabatni tangshash degan kitoblar bormi shu mazmunda? Ayol o'tirisidagi munosabatni tangshash? Tushundim. Bundaq mushlash mazmundagi kitoblar 4-rat o'tirda. 4-ratga bering. Hey, ada, siz tushunmadingiz. Jep matobi ayol. Men sizga day qarang, Hey, qarang. Ma erlar uyda to'liq huquqliq degan mazmundagi mana kitoblar bormi deyman sizga. Jinim ukam, xafa bo'lmaysiz. Bizda bundaq bolalar cho'jaklari yo'q. Nima deydi ma xotin? Shu biz bundan narsani shu bolalar cho'jak deb voy olmadim, chikatdim bo'ldim men. Chikatdim. Bir kitobxona var, yo'q emas, jiq kitobxona degan. Qaysi kitobxona kirsa bundan narsa yo'q, bu o'zining tasavvuridagi bo'yicha deydikmi? Zikredim mushta bo'lgan qarang shu kuni. Sizga bir o'yinni qilmabsiz, siz so'ragandan sizga moslashtirib deydi-da matli hamda u kitob sotadigan ayoldimu. Hech qanday chata yo'q-ku, amaliyotda. Xatolik yo'q-da, men fantaziyali kitoblar degan shu to'ydan keyin baxtli turmushlik fantaziyali kitob tushundim matli. Osh kitob tushundim baba. Uyda tamoq qilg'ashpa, topshiriq yozg'izg'ashpa bolalarning uchun eng yaxshisi siz o'zingiz boshqashingiz bo'lmagandan keyin shu o'zingizni berib kiring. Ma qizvalnim bir e'tiborni qilib qahvaga taklif qilib qo'ysam, chikatdim bo'ldim men. Sizni boshqashingiz ham Xo'sh, chikatgan bo'lsan, xo'sh. Ana bu chikatdim. Voy, ey. Çak. Kapama. Şehrinizdeki tabassum, kalbinizga qaynoq hayajon berishadigan she'rin damla Shodlik minutlari programmasida. Shodlik va xo'shalik chashqonlari radio to'lqinlari orqali har bir qalbga chechilsin. Shodlik minutlari. Shodlik minutlari.